Ha, shu fasollar bichimini andozasiz o'rgataman. Men o'rgatgan shu bichim orqali ikki fasolni bemalol chiqarishingiz mumkin. Avval etagidagi varaqlari uchun 25 sm qilib oldim. Ikkita 25 sm kerak bo'ladi. 22 sm ga tayyor bo'lgani uchun umumiy uzunligidan 22 sm ni chiqarib va unga 4 sm cho'k haqi qo'shib oldim. Umumiy yelka kengligimizni 2 ga bo'lamiz va unga 2 sm qo'yamiz. Arqa ochilishimizni 8 sm, hindiga 3, arqa yelkadan 2 sm qiyalaymiz. Tomon arqa cho'k 8-7 ga tayyor bo'ladi. Razmerni 4 ga bo'lamiz va 3 sm cho'k haqi qo'shamiz. Nimadan 10 sm tushib, sana 4 ga bo'lib, unga 10 sm qo'shib etak chiqaramiz va tushgan 10 sm-mizni etakka tekis chiziq tortamiz. Kengligini 2 ga bo'lamiz. Yandiga 4 sm qo'shamiz. Bitta chokimiz hisobi uchun 9 sm kirdim. Oldi yelkadan 3 sm qiyalaymiz. Razmerga ham oldiga sal ko'proq beriladi. Bizni oldilarimizda choklar bor. Uzunlikka va razmerlarga biroz ko'proq cho'k haqi beriladi. Ochilish istakka qarab, fason uchun 5 sm kirib oldim. Bu 5 sm o'yindimga to'g'ri kelgani uchun o'yindan 7 emas 9 qilib oldim. Cho'k haqqalarim ham ichida. 14 sm, oldidan ko'krak uzunligidan 2 sm kalta qilib oldim. 26 sm va proymadan 10 sm tushdim. Buksani 4 ga bo'lib, unga 10-12 sm cho'k qo'shib chiqardim. Proymadan 4 sm tushib, 15 sm da soldim va qirqishni boshlab yubordim. Asosan oldini qanday qilib qirqganimni ko'rib oling. Ishingiz shunda yana ham oson bo'ladi. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta menga obuna bo'lib keting. Qadarslar faqat Mubina Tileda. Buni bo'lmasangiz meni qaytib topa olmasligingiz mumkin. Mana oldi qismini ham qirqishni ko'rib olasiz. Qiziq